Ertaga qanday ob-havo bo'lishi aytildi. O'zgidromet 20 noyabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-7 daraja iliq, kunduzi 16-18 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Tezkor va so'nggi ob-havo